Aydollarning yuz terisi har doim yaltirab turishining sababini bilasizmi? Agar bilmasangiz, bu videoda aytilgan ma'lumotni o'zingizda ham qo'llab ko'ring. Bir hafta qolmasdan o'zingizda ham natijasini sezishingiz mumkin. Aslida buning siri juda ham oddiy. Uxlashga yotishdan oldin eng avval yuzni yaxshilab yuvib olgandan keyin har doimgidek yuzingizga toner, losyon, krem tartibida yaxshilab surtib olasiz va eng asosiysi hammasini surtib bo'lgandan keyin yuzingizga mana bunaqangi maxsus paketni yopishtirib uxlashingiz kerak bo'ladi. Oddiygina salofan paket bo'lsa ham bo'ladi. Oddiygina salofanni olib, yuzingizga moslab qirqib olishingiz kerak va uxlashdan oldin buni yuzingizga yaxshilab yopishtirib uxlashingiz kerak bo'ladi. Agar bu paketni yopishtirib yotsangiz, yuzingizga surtilgan barcha toner, krem va losyonlar havoga bug'lanib ketmasdan to'laqonli yuzingizga shimib olinadi va ertalab turib qarabsizki, yuzingiz juda ham namlangan va silliq yaltirab turadi. Har kuni yotishdan oldin shuni qo'llab yotsangiz, bir haftaga qolmasdan yuzingiz aydollar kabi yaltiragan bo'ladi. Eng asosiysi bunaqangi paket yuzdagi ajinlarni yo'qotishga va ajin tushishini oldini olishga juda ham katta foyda beradi. Bundan buyog'iga xuddi shunaqangi aydollar qo'llaydigan yuz terisi parvarishi haqidagi videolarni ko'plab joylab boraman. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.